O Kamazni qarang, qirg'oqda turib ekan, hozir tushib ketib qoladi. Qarab turing-da. Bu qirg'oqda turib ekan. Sal qolsa tushib ketadi. Assalomu alaykum hammaga. Hozir biz Zaman Building korxonasidan va orqamda turgan Drabilkada umuman olganda Zaman Buildingda qanday mahsulotlar ishlab chiqarishni sizlar bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda hozir ko'rib turganimizdek Xitoydan shag'al olib kelinadi va u ana bu joyga tashlanadi va u joydan birma-bir olinadi tepaga. Va mana bu ko'rib turganimizdek mana bu akamiz toshlarni, katta toshlarni ajratib olib tashab qo'yadi tomonga. Va Drabilkamizga tushishni boshlaydi birma-bir. Keyingi bosqichda mana toshlarimiz bu tomonga tushyapti va birma-bir ajralib bir necha bosqichda ajralib tushishni boshlaydi. Va har bir bosqichda toshlarimiz yuviladi. Hozir bu joyda ko'rishimiz mumkin, Drabilkamizda bir necha bosqichdan o'tib kelgan toshlarimiz oxirgi bosqichga kelib tushadi va bu joyda yuvilgandan keyin kattalari shebin sifatida, mayda tosh sifatida bu tomonga o'tadi va kichkinalarini yuvilgandan so'ng mana bunday yuvilgan qum, ya'ni mitpisok bo'lib bu tomonga o'tadi. Buni bu joyda yuvilganlarini, oqava suvlarini ko'rishimiz mumkin. Bular ham o'sha tomonga, ariq tomonga oqib ketadi. Natijada hozir yuvilgan tayyor mitpisok, ya'ni yuvilgan qum mahsulotini ko'rishimiz mumkin. Buni bemalol endi beton qilishda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi mahsulotimiz mana shebin mahsuloti. Bu ham mana ko'rib turganlaringiz bir necha bosqichdan o'tib mana shu joyga keladi. Ushbu mahsulotlarimiz afzallik tarafi bizda shag'alni qir yoki adirdan emas, to'g'ridan-to'g'ri soydan olinadi. Soyda o'zlaringiz bilasizlar, to'g'ridan-to'g'ri shag'allar yuvilib turgan hisobiga u joyda sho'r bo'lmaydi. Va shuni hisobiga ham ertaga beton quyadigan bo'lsalar ham beton sifati o'zgarmasdan, sho'r bosmasdan sizlarga uzoq yillar xizmat qiladi.